Men Isroilov Akram Tojiboyev 1947-yil tug'ilganman. Toshkent xalq xo'jaligi institutiga 73-yil kirib, 77-yil buxgalter iqtisodchi mutaxassislik bo'yicha bitirganman. Buxgalteriya bo'yicha umumiy stajim 45 yil, shundan 10 yili demak auditor bo'lib ishlaganman. Sovet davrida texnikum, kollej, buxgalterlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha o'zbek rus tilida dars berganman. Hozir 18 yildan beri birgalikda o'rgatyapman. Ya'ni institut kollejni bitirib, tegishli amaliyotga ega bo'lmaganlarni tayyor amaliyotchi qilib ishlatyapman. Demak, o'sha bitirganlarimni o'rta hisobda 70% ishlab ketyapti. Bitirganlarimni ko'pchiligi 5 milliondan 20 milliongacha olib ishlayotganlari ham bor. Meni sohalarim ishlab chiqarish, qurilish, savdo, umumiy ovqatlanish va qishloq xo'jaligi hammasida ham vaqt soatimda ishlaganman. Yetarli tajribaga egaman.